O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tashabbusi bilan O'zbekiston nogironlar jamiyati hamkorligida Maftunkor ranglar jilosi 7-respublika ko'rik-tanlovi o'tkazilmoqda. Tanlovga Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya jamoat fondi hamda Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi homiylik qilmoqda. 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan yoshlarni bir joyga jamlagan ushbu ko'rik-tanlov haqiqatdan ham eng iste'dodlilarni yuzaga chiqardi. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bu tadbirning barcha tashkilotchilari va ayniqsa Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya jamoat fondi bu kabi ezgu tashabbuslarni olg'a surishda davom etadi va turli boshqa tashkilotlar bilan ham hamkorlikda ishlashda aslo to'xtamaydi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya jamoat fondi o'rtasida memorandum imzolandi va mening qo'limda aynan mana shu memorandum turibdi. Ushbu hujjat kelgusida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari va imkoniyati cheklanganlarning og'irini yengil qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi. Avvallari boshqa nom bilan atalgan mazkur fond bugungi kunda davlat va jamoat arbobi Mirabror Usmonovning nomini abadiylashtirish maqsadida o'z faoliyatini davom ettiryapti va bugungi kunda fond tomonidan kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning og'irini yengil qilish uchun mana shu kabi tadbirlarni doimiy ravishda amalga oshirib kelmoqda.